Sukunatdagi sir. 6-qism. Eshik yana jiringladi. Bu safar uzoqroq. Xuddi sabr tugayotgandek. Aziz qo'limni mahkam ushlab oldi. "Ochma", dedi u pichirlab. Kamron sekin o'rnidan turdi. "Men ochaman." "Yo'q", dedim darrov. U menga qaradi. Ko'zlarimiz bir-biriga qadaldi. Endi ikkimiz ham bir narsani tushunib ulgurgandik. Bu oddiy mehmon emas. Yana qo'ng'iroq. Bu safar undan keyin eshik taqilladi. Kamron past ovozda "Agar bu..." U gapini tugatdi. "Rustam bo'lsa-chi?" Azizga asta yig'lay boshladi. Kamron chuqur nafas olib, keyin sekin eshik tomon yurdi. Har bir qadami og'ir eshitilardi. Men uning ortidan qarab turdim. Qochib ketishini ham, oldinga borishini ham bilmasdim. Eshik oldida bir lahza to'xtadi va qo'lini tutqichga qo'ydi. Orqaga qarab, "Nima bo'lsa ham Azizni xonaga olib kir", dedi u. Va men bosh irg'adim. Tutqich asta burildi va eshik ochildi. Tashqarida hech kim yo'q, faqat bo'sh zina yo'lagi. Sovuq shamol. "Hech kim yo'q", dedi Kamron. Hayron bo'lib, lekin shu payt uning oyog'iga nimadir tegdi va u pastga qaradi. Eshik oldida kichkina qog'oz. Kamron uni oldi va men yaqinlashdim. "Nima u?" U javob bermadi. Qog'ozni ochdi. Ichida bitta jumla bor edi. "Kech qoldinglar." Yuragim yana tez ura boshladi. "Bu o'sha gap", dedim sekin. "Aziz aytgandi." Kamronning yuzi oqarib ketdi. Demak, u shu yerda bo'lgan. Shu payt ichkaridan Azizning qichqirig'i eshitildi. "Dilnoza!" Men yuragim og'zimga chiqib xonaga yugurdim. Aziz xonaga kirib qotib qoldim. Deraza ochiq, pardalar shamolda hilpirardi. Lekin Aziz yo'q. "Yo'q" degan ovozimdan labim chiqdi. Orqamdan Kamron yugurib kirdi. "Nima bo'ldi?" Men derazaga qaradim. Aziz yo'q. Kamron bir zumda hammasini tushundi. "Yo'q, bu mumkin emas." Pastga qaradik. Qorong'u hovli. Hech kim ko'rinmaydi. Faqat uzoqda bir mashinaning eshigi yopilgan ovozi eshitildi. Kamron derazadan tashqariga qarab baqirdi. "Aziz!" Javob yo'q. Men asta devorga suyandim. Qo'llarim titrab ketdi. Telefonimga yana xabar keldi. Endi o'yin boshlandi. Telefon qo'limdan tushib ketdi. Endi bu faqat sir emas. Bu boshlanayotgan dahshatli voqea edi. Telefon polga tushgan joyda jim yotardi. Men uni ko'tarishga ham kuchim yetmasdi. "Azizni olib ketishdi", dedim pichirlab. Kamron allaqachon derazadan chekinib eshik tomonga yugurdi. "Pastga", dedi u keskin. Men ham ortidan yugurdim. Zinadan tushayotganimizda yuragim shunchalik tez urardiki, go'yo qulog'im ichida portlayotgandek. "Sen eshikni ochganingda nafasim bo'g'ilib, bu chalg'itish bo'lgan." "Ha", dedi Kamron. "U bizni eshik bilan band qildi va Azizni derazadan olib chiqib ketdi." Ko'chaga otilib chiqdik. Tun qorong'u, havo sovuq, atrof jimjit. "Qaysi tomonga?" dedim vahima bilan. Kamron atrofga qaradi va keyin yerga egildi. "Bu yerga qaragin." Men yaqinlashdim. Yerda g'ildirak izlari bor. Yangi mashina, dedim. Kamron bosh irg'adi. U uzoqqa ketmagan bo'lishi mumkin. Men telefonni qo'lga oldim. Qo'llarim hanuz titrardi. "Politsiyaga qo'ng'iroq qilamizmi?" Kamron darrov "Yo'q", deb bosh chayqadi. "Yo'q? Nimaga?" dedim hayrat bilan. "Bolani o'g'irlashdi deb xabar beramiz. Agar bu Rustam bo'lsa", dedi u. "Politsiya yetib kelguncha kech bo'ladi." "Uni nima qilamiz?" Kamron bir lahza o'yladi. Keyin "U biz bilan o'ynayapti." "Nima deganing?" "Xabarlar, eshik, yozuv..." Va tez gapira boshladi. "U bizni yo'naltiryapti." Men birdan esladim. O'yin boshlandi. Ikkimiz ham jim qoldik. Shu payt telefonim yana titradi. Bu safar qo'rqib ochmadim. Yangi xabar. "Agar bolani qaytarib olishni istasang, yolg'iz kel." Pastida manzil yozilgan. Men ko'zlarimni kattaroq ochdim. Kamron u joyga yubordi. "Qayer?" "Eski zavod, shahar chetidagi." Kamronning yuzi birdan o'zgardi. "Yo'q, nima bo'ldi? Bu joyni bilaman." "Qanday joy?"
Kamron og'ir yutindi. Bu Rustam bilan oxirgi marta uchrashgan joyim. Yuragim muzlab qoldi. Demak, bu tuzoq. Ha, lekin Aziz u yerda. Men ko'z yoshlarimni artdim. Men boraman. Yo'q, dedi Kamron. Bu xavfli. U yozdi. Yolg'iz kel. Bu aynan seni jalb qilish uchun. Menga baribir, dedim qattiq. Aziz u yerda. Kamron menga tikildi. Men ham boraman. Unda Azizga zarar qiladi. Bu gap ikkovimizni ham jim qoldirdi. Bir necha soniya o'tdi. Faqat shamol ovozi. Keyin Kamron, mayli sen borasan, lekin men baribir yaqin bo'laman. Yo'q, dedi u. Yolg'iz kel deb aytdi-ku, dedi xavotir bilan. U seni ko'rishi kerak, dedi Kamron. Meni emas. Va men chuqur nafas oldim. Bu qaror hayotimdagi eng og'ir gap edi. Yaxshi, Kamron mashina tomon yurdi. Vaqt yo'q. Men uning ortidan bordim. Mashinaga o'tirdik. Dvigatel ovozi tun sukunatni buzdi. Men telefonni yana qo'limga oldim. O'sha xabar hali ham ochiq turardi. O'yin boshlandi. Ichimda yana bitta fikr aylanardi. Bu o'yin emas, bu sinov. Va men endi uning ichiga kirib bo'lgandim.